Maktabni ham bitirdik. Endi nima qilasan? Oliygohga topshiraman. Qayergaligini bilasan. Hujjatlarimni olaman u Toshkent tomon boraman. Hech qayoqqa bormaysan. Yangang osh damlayapti. Yeb olib, keyin jo'naysan. Yo. Bormasam bo'lmaydi. Iya. Ish ma'qul, tuzinglar. Quda? Kayfiyatlar qalay? Ya tavba, o'ynab qo'yay. Yana qanaqa xudo? Istimang bormi Toshmon? Senga havas qilaman. Qishda qahraton sovuq, yozda issiq bo'ladigan, internet ishlamaydigan qishloqdan ham qutulasan. Iya? Qanday yodingdan ko'tarildi? Qizing maktabni bitirdi. 10 yil burun ikkalamiz va'dalashib qo'yganmiz. Qizingni o'g'ilchamga beshik kerti qilganmiz. Maktabni tugatsa gumbadan qarz to'y deganmiz. Nima? Esingdan chiqdimi? O'choqqa o't yoqmaysan, o't o'rib mol boqmaysan. Poytaxtda mazza qilib orzungdek yashaysan. Bu gaping ham to'g'ri, lekin ishdan qochmoqchi emasman. Baxtimni topmoqchiman. Talaba bo'lmoqchiman. Qizimni senga uzatmayman. Kelishuv kuchini yo'qotdi. Nega endi? Sabab qo'ying kam qopdi. Va'dalashgan paytimiz 100 tadan ziyod edi. Hozir 50 ga ham yetmaydi. Sen bilan quda bo'lish obro'yimga to'g'ri kelmaydi. O'zing qayerda qo'ysan? Oyim aytishicha, qaynona maktabida. Turmushga berisharkan, kuzda to'y qilisharkan. Orzularing nima bo'ladi? Bizdek qishloq qiziga orzuni kim qo'yibdi? Lekin dadangga qoyil o'qishga ruxsat beribdilar. Xafa qilyapsan, ish ma'qul. Qo'yim kamroq bo'lsa ham, Qashqadaryo bo'yicha tandirim nomer 1. O'g'ilcha soqqani qilyapti. Ves Toshkentni tandir bilan ta'minlayapti. Katta ketma. Tandirni hamma ham pishiryapti. Rais o'g'li qalinga 10 ta qo'y va'da qilyapti. Kechirasiz. Qizingizni o'zi nima deyapti? Qizim o'qiyman deyapti. Shaharga ketaman deyapti. Men bo'lsa qo'y deyapman. Qo'ra to'la qo'y deyapman. Chorva bilan hovlini ishini o'rniga qo'y deyapman. O'qishi. Qiz bola o'qib netadi? Maktabda o'qidi-ku. Shuni o'zi yetadi. Ana, Shuncha pul to'lab o'qib, erga tegib ketadi. Bundan ko'ra uzataman. Kuzay tushsin, to'yga aytaman. rais o'g'liga degan qalin puli 10 ta qo'y. 11 ta ko'nasanmi? Yo'q. Yana ozgina qo'shasanmi? Senlar qo'yga to'yasanmi? Sizga yana nima kerak? 100 ta qo'y kerakmi? Sizgachi? Sizgachi? Tandir go'sht, qora qo'chqor, yangi qo'ra, balki qo'ylaringizga oxir kerakdir. Qachongacha odamlarga qo'yimiz ko'pligi bilan, yerimiz kengligi bilan maqtanamiz? Qachongacha biz pishirgan tandir zo'r deb ko'ksimizni keramiz? To'y desa, borimizni to'kib solamiz. Qizlarni o'qishiga kelganda to'nimiz ichiga bekinib olamiz. Qachon endi uyg'onamiz? Agar o'g'ilni o'qitsak bitta farzandni, qizni o'qitsak butun bir millatni ziyoli qilgan bo'lamiz. Qiz bola boshi bilan Toshkentga qanday yuboramiz? Qanday yuboramiz? Qizingiz shu Qarshidan chiqmay o'qishga kirsa bo'ldimi? Shunda ruxsat berarsiz? Mayli-ku. Kontraktini nima qilamiz? Nechta qo'yingiz bor edi? 30 ta. Nechta? 130 ta. Uyalinga ish ma'qul. Qani qizim, men bilan yur. Tanish. Qarshi International University. Zamon talablariga mos universitetga xush kelibsan. Qaysi yo'nalishda tanlaysan? Boshlang'ich ta'lim bormi? Albatta bor. Qo'shimcha yana 4 ta yo'nalish bor. Yangi o'quv yilidan yana 10 ta qo'shiladi. 15 ta yo'nalishdan birini bemalol tanlasang bo'ladi. Kiyovda o'qitish tizimi boshqalardan farq qiladi. Jarayon davomida bunga amin bo'lasan. Hujjatlarni qayerga? Qabul bo'limiga topshirasan. Qizim, omad yor bo'lsin. Ishlaringga muvaffaqiyat. Kechirasiz. Menga, sizga zambaringni o'qi. Paq.